kuniga 250 tonna import go'sht kiryapti. Bu degani qo'yga bo'lganda 6000 ta qo'y bo'ladi. Importdan go'shtlar kirib kelyapti Belorussiyadan, Hindistondan, Qozog'istondan. Lekin ko'pchilik bu go'shtlarni qoralayapti, ya'ni import go'sht yaxshi emas degan gaplarni gapiryapti. Lekin agar bu import go'sht bo'lmasa, bizani go'sht vaqti oshib ketadi, 250 ming, 300 ming bo'lib ketadi. Bu yo'sinda bir tanishimiz bo'lardi. Belorussiyaga birinchilardan bo'lib chiqqan, shu go'sht olib kelgan, o'shanda borganda o'sha endi bizaga degan halol so'yib berasan degan. Halol so'yib bersang olamiz degan. Bo'ldi degan, mayli halol so'yib beraman degan. Ular o'zi o'sha tok berar ekan, tok berib chalajon bo'lar ekan molni, keyin so'yar. O'sha haftaning bitta kunida halol kuni qiladigan bo'lgan. Keyin o'sha endi tok bo'lganda jonsiz bo'ladi, buqani anaqaga qo'yiladi. Bu boshqacha, stanokka qo'yadi, qimirlamaydigan qilib turib, keyin pichoq tortadiganlar ham shu musulmon topib turib, xullas zakaz beradi. Zakaz berib, o'sha bitta smenada 120 ta mol so'yilsa, 100 tasini oladi bular. 100 tasini oladi, 120 ta so'yildi. 20 tasi qoladi. Endi ichki bozorda sotib olishga qoladi. Keyin deydi, olib ketdik go'shtni deydi. Keyin safar borganda xo'jayini bilan ko'rishib qoldim deyapti. Keyin xo'jayini menga qaradi, chiqdi, endi biz faqat halol so'yamiz dedi. Ne unaqa deyapsan degan ekan. Anu 20 tani deydi, ichki bozorga beruvdik deyapti, va shu sifati zo'r chiqdi. Shunaqa agar halol so'yadigan bo'lsak, go'shtni sifati ham boshqacha bo'lar ekan, shu barakasi ham bo'lar ekan deb, shu bitta xushxona halolga o'tib ketgan ekan, bitta shu sabab bilan.